Assalomu alaykum hammaga. Firdaus Broker YouTube kanalimga xush kelibsiz. Men sizlarga bugun Dubaydan Blue Water sudi yonginasidan juda ham chiroyli ikki yotoqdan iborat yaxshigina variantimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana qarang, balkoniga chiqqaningizda bemalol dam oladigan zonalari, o'zini basseynlari ko'rinib turadi, plyajlaringiz bilan hammasi o'zingizni uyingizni tagida bo'ladi. Endi ichkariga kiring, men sizga juda ham chiroyli shunaqangi keng choy ichib o'tiradigan oilaviy joyingiz. Bu yoq tomonda bo'lsa kuxnya. Kuxnyada hamma yo'q ichiga kirib ketgan. Juda ham ko'p narsalar uchun joylar, vychka, hamma duxovka, odam inson uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor. Buni ichida bo'lsa laundry, ya'ni kir mashinalar, sushilkalar hammasi joylashgan. Mana qarang, televizoringizni oilaviy o'tirib maza qilib, katta televizorda bitta serial ko'rib dam olish kunlarida maza qilasiz. Tosh oynalardan juda ham ko'proq ishlatganmiz, sababi uyni yanada yorqin ko'rsatadi. Bu bo'lsa gostivoy sanuzeli. Mehmonlarimiz kirganda bizni bezovta qilmasligi uchun bemalol bu yoqqa kirgizsak bo'ladi. Xo'p, bu yoq tomonda bo'lsa shunaqangi juda ham ko'p garderoblardan foydalanilgan. Bu ayniqsa men juda ham yaxshi ko'raman, bilasizlar-ku. Bu yoqda birinchi yotoqxonaga kirganingizda yana garderob, o'zini diodlari bilan, svetlari bilan, bu yoq tomonda sanuzeli, polnosti hojatxona, dush, hamma yo'g'i bilan birgalikda kelgan. Xo'p, bu yotoqxonangizni qarang, birinchi yotoqxonangizni qanaqa chiroyli buni. Suvga qarab, maza qilib, ertalab bitta kofechani olib, ichib o'tirishga nima yetsin, pastda o'zingiz basseynlaringiz ko'rinib turibdi. Keling, men sizga endi master roomda maza qilib yashaydigan master roomingizni ko'rsataman. Kirgan paytingizda shunaqangi katta garderobingiz. Bu yoq tomonda bo'lsa sanuzelni dodasi, kirganingizda katta shunaqa rakovina, hojatxonalaringiz bilan, ya'ni unitaz, dushavoy va vannasiga ham ega bo'lgan variant. Xo'p, kirgan paytingizda shunaqangi chiroyli yorqinligini qarang bu uyda. Bitta manzarani ko'rib oling, qanaqa chiroyli. Bunda ham har birida suv ko'rinib turadi. Menimcha juda ham ko'pchilik suvni oldida yashashni yoqtiradi. Xo'p, sizga ham Dubaydan uy kerak bo'ladigan bo'lsa, Firdaus Brokerga bemalol aloqaga chiqing. Shapka profillarda nomerlarimni qoldirganman. Bemalol Instagramda ham firdaus.broker deb yozsangiz hammasi chiqadi. Keling, oling, imенно mana shu videoda Dubaydan uy olmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga sraz yuborib qo'ying. Hammaga rahmat, ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling.